Bugun juda ham qiziq holat bo'ldi. Qashqadaryodan bemorimiz murojaat qildi. 10 yashar bola. 10 yashar bolada adenoidlar vegetatsiyasi 3-daraja, surunkali tanzilli toksik allergik forma 2-daraja malixariyasi ham bor. Allergik vazomotor riniti ham bor. Endi bemor uzoqdan kelgan, tushuntirdik, tekshiruvlardan o'tkazildi, analizlar hammasi yaxshi chiqdi, MCTlar qilindi, endoskop tekshiruvlar qilindi. Bir vaqt o'zida, ya'ni adenotomiya, tanzillektomiya va vazotomiya jarrohlik amaliyotini qilamiz dedik. Ota-onalari juda ham vahimaga tushib, bir vaqtda shuncha operatsiya qilamizmi, bolam qiynalib qolmaydimi degan noto'g'ri fikrlarga bordida, juda ham isterika qilib, o'zlari tushunishni ham xohlamadi. Keyin yotig'i bilan tushuntirdik. Tushuntirgandan keyin ota-onasi ko'rib, bizlarda o'sha amaliyotlar nimalar qilishimizni, yotig'i bilan ularga tushuntirishimiz o'ziga bir soatlab vaqtimiz ketib qoldi. O'shaning uchun masalan vrach tarafdan taklif qilinganda doimo vrach bemorni o'ylaydi. O'sha jarrohlik amaliyoti qilinyaptimi, uni natijasi yaxshi bo'lishi kerak. Bemor uchun foyda bo'lishi kerak. Bizga har qanaqa bemor keladi, kelsa birinchi o'rinda biz bemorni ustun qo'yamiz. Chunki bemor bizlar uchun kelyapti-da, bizlardan shifo topaman deb kelyapti. O'shaning uchun unga qanaqa operatsiya bo'lsa ham o'shadan natija yaxshi bo'lishi kerak. Agarda xuddi ota-onasining aytganini qilib bitta operatsiyani qilib qo'ysak, u hech qanaqa natija bo'lmaydi. Ertaga kim yomon? Doktor yomon bo'ladi. Ota-onasiga yotiq bilan tushuntirgandan keyin ko'nishdi, keyin operatsiyalar qildik. Mana hozir bola yaxshi narkozdan uyg'ongan, o'zi bemalol gapiradi. Qonash alomatlari ham yo'q. Ota-onasi ham xursand. Keyin tushuntirib aytgandan keyin video syomkalarni ham ko'rsatganimizdan keyin yaxshi ham o'sha vaqt ko'ngan ekanmiz. Bir vaqtda o'zida bo'ldi. Endi bir vaqtda o'zida bo'lganda qarang, bola psixologik travma olmaydi. Yana qayta-qaytadan operatsiya bo'lmaydi. Vaqtdan ekonom bo'ladi. Eng muhimi bu operatsiyani natijasi. Natijasi shunaqa zo'r bo'ladi. Ertaga xudo xolasa splintni olib tashlagandan keyin, bir oylardan keyin u bolada umuman boshqacha natija bo'ladi. Bola o'sishdan ancha orqada qolgan, o'sishlari jadallashadi. Aqliy rivojlanishi ham uni o'zini yoshiga mos emas. O'sha ham masalan o'z joy-joyiga tushadi. Masalan, she'r yodla desa, she'rni yaxshi yodlab beranmaydi dedi. Maktabda ham zo'rg'a dedi, 3, 4 oladi. Xudo xolasa bu bolamiz ham nasib bo'lsa olochilar safiga kiradi. O'shaning uchun vrachlardan taklif bo'ldimi, buni ota-onalarga iltimos, masalan, yotig'i bilan o'ylab, fikrlab, doktor bilan dardlashib, fikrlashib, bitta fikrga kelsa, bu yaxshi natijaga olib keladi. Xo'p, sog' salomat bo'lingizlar. Bizlar kuzatishda davom etingizlar. Yaxshi ma'lumotlar berib boramiz.